patsiyentimizda mana yuqori qo'lqop blefaroplastikasini qilmoqchimiz. Mana ko'rishingiz mumkin qancha orcha terlari bor, ya'ni возрастной putos holatida terlar tushib turibdi. Bular hammasini bartaraf qilib, xudo xolasa shahlo ko'zlar hosil qilib beramiz patsiyentimizga. Bizni kuzatib boringlar. Hammaga yaxshi kayfiyat. Ajoyibnachilar, ko'rishingiz mumkin, bomba rezultat, вообще ajoyib shahlo ko'zlar hosil qilib berdik patsiyentimizga. Narujniy ug'larni ko'tarib berdik, gusinniy lapkalarini yo'qotib berdik, osilgan terilarni yo'qotib, grijalarni olib tashladik. Ko'rishingiz mumkin, juda ajoyib shahlo ko'zlar hosil bo'lgan. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa operatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa yoki operatsiya ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, albatta doktor Rustam Arifovga murojaat qilinglar. Biz sizlarga ajoyib shahlo ko'zlar yasab beramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat.